Assalomu alaykum UFC muxlislari. Mana siz u biz kutayotgan jangga ham bir necha soatlar qolmoqda. UFC 229 yo'nalishi bo'yicha rossiyalik yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov bugun o'z kamarini himoya qiladi. Uning raqibi hammamiz bilgan va tanigan sobiq 2 vazn chempioni Conor McGregor chempionlik kamari uchun oktagonga jangga chiqadi. Ushbu bo'lishi kutilayotgan jangni Rossiyaning Match TV kanalidan tomosha qilishingiz mumkin. Agar siz telefondan bu jangni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, video ostida ushbu jangni jonli efirda tomosha qilish silkasini qoldiraman. Jang Moskva vaqti bilan bugun ertalab 5:00 da bo'lib o'tadi. Ha aytgancha do'stlar, Habib Nurmagomedov o'zining o'zbek muxlislari uchun video murojaat yo'llaganini ko'rdingizmi? Ko'rmagan bo'lsangiz tomosha qiling. Ассаламу алейкум всем моим узбекским братьям. Спасибо большое, что поддерживаете, болеете. Иншаллах, в эти выходные мы пойдем до конца. Спасибо. Ertagalik jangni to'liq va o'zbek tilidagi videosini kanalimizda 7-oktyabr kuni erta tongda jangdan keyin joylaymiz. Shuning uchun do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Shunda siz biz yuklagan roliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Ushbu video kommentariyasida Conor va Habib jangida kim g'alaba qilishi va jang nechanchi raundda yakunlanishini yozib qoldiring. Sizlar bilan har kunlik sport yangiliklari bilan Vodiy TV kanali edi. Ko'rganda ko'rishguncha.